Assalomu alaykum ustozlar. Mavzularni bolalarga tushuntirishda hayotiy ko'nikmalarga shakllantirish va mohiyatini tushuntirish uchun amaliy tajribalar albatta muhim rol hisoblanadi. Keling bugun shu yaxshi tajribalar orqali muammoga asoslangan ta'lim va unga yechimlarni izlab ko'ramiz. Birinchi tajribamizni Yo'ldosh Shahzod bilan bajarib ko'ramiz. Demak, kislotalardagi fosfat va sulfat kislotalaridagi gidroskopiyani ko'ramiz. Buning uchun bizga fosfat kislotasi kerak bo'ladi. Demak, ko'p laboratoriyalarda fosfat kislotasi topiladi. Bo'lmasam sulfat kislotasini ham bajarsa bo'ladi. Paxtaga urilgan tozalagich kerak bo'ladi. Nima qilamiz? Fosfat kislotasini varaqqa surtamiz. Qanaqadir tasvir chizishimiz mumkin. Filtr qog'ozga tasvir chizildi. Bu oddiy qog'ozda ham qilish mumkin bu tajribani. Demak, hozir fosfat kislotasi filtr qog'ozga aralashdi, ya'ni sellulozaga aralashdi. Va fosfat kislotasi vaqt o'tgan sayin bu sellulozadagi suv tortadi va selluloza ko'mirga aylanadi. Buni sal tezlashtirish uchun qizdirishimiz mumkin. Qizdirishda uzoqroq masofada qizdirish kerak. Bu birdaniga bajarilmasligi mumkin, vaqt o'tishi kerak. Mana shunday. Demak, kislotamiz hamma suv tortib oldi va sellulozani ko'mirga aylantirib qo'ydi. Svetofor tajribasini o'tkazib ko'ramiz hamda bu yerda kimyoviy reaksiyaning tezligi, muhitning hamda temperaturaning ta'sirini ham ko'rib o'tamiz. Buning uchun bizga kaliy manganat eritmasi hamda ishqor eritmasi, qaytaruvchi modda sifatida biz saxarozani tanlab oldik. Bu biri issiq suv, keyingisi sovuq suv hisoblanadi. Buni 250 ml dan eritma tayyorlab olamiz. Endi kaliy permanent eritmasini qo'yamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Qaytaruvchi sifatida saxarozadan foydalanamiz. Endi ishqor eritmasi bilan reaksiya tezligini qanday jarayonda borishini kuzatamiz. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, albatta issiq suv solgan eritmamizda jarayon tezligi ko'rinyapti hamda reaksiyaning tezligi temperaturaga ta'siri yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. Shunday, ana bo'ldi, rangi ham ochilyapti.